PUBG'ni 6 yildan beri o'ynagan o'yinchi sifatida novichoklarga beradigan maslahatlarim. Sizlardan har doimgidek like va podpiska, mendan esa sifatli kontent. Ближний boyda qattiq otishadigan bo'lsa, sizda bu funksiya albatta yoqib bo'lishi kerak. Agar o'chiq bo'lsa yoqib qo'ying. Настройка o'tamiz, продвинутое управление и audio metkada klassik rejim qilamiz. Ya'ni otishayotgan paytingiz mana bunaqa belgilar chiqadi. Kartaga qarab ovora bo'lib, ortiqcha vaqt sarflaysiz. Keyingi berilgan maslahatim bu novichoklarga. PUBG'ni endi boshlagan bo'lsangiz, mana bunaqa rivokis past bo'ladi. Buni to'g'rilash uchun настройка o'tamiz, продвинутое управление va чувствительность rivkani maksimal qilamiz. Mana bunaqa чисто tez qimirlab, mana bunaqa reaksiyalar qilib, uni salgan gapni sizlarda tushunyapsizlar. Keyin ko'rsatganim ko'pchilik odam bilmas ekan. Qaranglar, bu krugozor 2-etajgacha, 3-etaj ko'rmayapmiz. Как бы iPad versiya qilish uchun nima qilish kerak? Настройка o'tamiz, продвинутое управление, pastroq tushirsak, третье лицо. Uni maksimal, ya'ni 90 ga qo'ysak, как бы iPad versiya va 3-etajdan bemalol ko'ra olamiz. Agar videoim yoqqan bo'lsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin. 2000 ta likedan keyin qismi chiqadi. Videoning tagiga izoh qoldirishingiz mumkin. Men hammaning miyasini o'qiyman. Hammaga omad, sog' bo'ling. Mikrofonda diktator. Aytgancha, arzon narxlarda yursa kerak bo'lsa, diktator UC Store.